Assalomu alaykum hamkasblar, ustozlar, shogirdlar. Mana tepadagi joyimizdan raps maydoniga keldik. Lalma, bug'doy, arpa. Rapslar gullab qoldi. Bugun Jizzax viloyatida bugun chislar 12 aprel. 12 aprel mana rapslar gullagan. Gul yaxshi bo'lgan, bug'doylarni, arpalarni. Mana telashkalarni remont qilib, yashillarni perdelka qilib, boshqatdan kraska qilib chiqdik. Oldin 2 oylik edi, hozir 4 oylik bo'ldi yashillar. Oldin 14 ramkadan ketardi, hozir 7 ramkadan ketadigan qilib qaytadan remont qilib chiqdim. Mana yangiliklardan bittasi, hozirgi paytda hamma atvodka bo'ladi. Atvodka davrida qissa bo'lishi mumkin. Bo'lgan ishlarni men tushuntirmoqchiman. Yana nima? Mana bu oldin ham ko'rsatuvdim. Bitta yashikda o'rtada перегородка bor. Перегородкani o'rtasiga разделительный решетка qo'yilgan. Ikkita matka bitta oila bo'lib ishlayapti. Bir-biriga raqobatda bo'lib ishlayapti. Yaxshi ish ko'rsatyapti. Bir o'zim syomka qilganim uchun sal qiyinchilik bo'lyapti. Hozir ko'rsatib o'taman. Bulardan o'zi bitta rasplot olib boshqalarga berdim. Aslida birinchi kelganda bittasi 1 ramkada o'tiruvdi. 20-fevralda mana 20-fevralda yozilgan. Bittasi 1 ramkada o'tiruvdi. Bu tarafda 2 ramkada bo'lgan ekan. Shularni bir-biriga qo'shib ishlatganman. Mana bu ramkani qo'shganimga bugun 3-kun. Urgan o'zi mana. Hatto anaqa narsa ham ishlab qo'yishibdi bekka. Ancha joyga urib o'tdi. Ertaga yana ramka tilab qilsa kerak menimcha. Ertaga ramka qo'yamiz. Ertaga yana bir ko'zdan kechiramiz. Buni aytadiganimni, ko'rsatadiganim sabablari bor. Bu ikkita matka bir-biriga raqobatda bo'lgani uchun yaxshi ishlar ekan, yaxshi effekt berar ekan, tez rivojlanar ekan. Mana rasplotlarni ko'rsatib qo'yay, mana o'rtalari chiqqan. Mana pishgan, chiqqan rasplotlar. Narigisi ham mana rasplot. Ichkaridagi ham. Tak. Mana bu ham rasplot ekan. Mana bu ham rasplot. Matkani ko'rsatishim kerakmidi? Matka hozir. Bunda yurmaydi. Mana o'rtasi teshik. O'rnakkan bo'lsa, arilar bir-biriga o'tib, bir-biriga yordam berishadi. Matka urug'ni ko'proq qo'yadi bularda. Boquvchi arilar bir-biriga o'tib yordam beraveradi. Qisqasi o'tgan safar ko'rsatuvdim, matkasi ikki tarafda ham bor. Ikkita bir xil qon, bir xil yoshi bir xil, qoni bir xil matkalar. Kod birday izolyatordan ochilgan, birday ishga tushgan, birday effekt beryapti. Orqaga tashib qo'ygan asalli ramkamidi. Ha endi buni ko'rsatayotganimdan sababini aytaman yana. Buni bitta 20-fevralda uruqqa kirmasdan oldin qilingan ish bu. Matkani qo'shish uchun shunaqa yaxshiroq natijaga erishish uchun qilingan ish. Endi yana shuni shu ishni rivojlantirib, tepadagi oilalarimni ham
shunga moslaganman. Endi agar to'g'ri kelmasa yana boshqa variantga o'tib ketishim ham mumkin. Mana bunaqa yashi qildim mana. Hamma yashilarimni. Mana o'rtasiga razvedительный решетка qo'yilgan. Bu tarafga ham qo'yilganda mana gazet mashinani yuqa qog'ozi skoch bilan yopishtirib qo'ydim. O'rtasidan mayda maqcha bilan tishib qo'ydim. Arilar bir-biriga qo'shilib ketish uchun. Bu yerga nimani olib kelaman? Bu yerga eski matka bitta to'la rasplot bilan olib kelaman. To'la rasplot bilan olib kelib qo'yaman. Orqasiga bitta asalli ramka arisi bilan yana bir ram kuchiga qarab agar kam bo'lsa 2 ram ari qoqaman. Bo'ldi zinchlab qo'yaman. Ikki tarafga ikkita matkani o'shanday qilib olib kelib zinchlab qo'yaman. Mana ikkinchi taraf. Keyin mana bu yashidi, mana bu ko'rib turgan mana shu kvadrat ochiladi. Bu o'zi pinaplis qilingan, tagidan faner qilib shurka tortilgan. Hozir men tagidan ko'rsataman. Ko'rinayotgan bo'lsa. Mana shu fanerlar yechiladi. Hamma yashilarimga qilganman. Yozda kuni bular isib ketyapti. Mana yashi 2 santimetrli yashi issiq sovuqda ushlashga baribir 2 santimetrli taxta nisbatan 4-5 larga nisbatan ancha issiq sovuqda o'tkazib qo'yadi bu. Shuning uchun ventilyatsiya yaxshi bo'lish uchun buni qildim. Ventilyatsiya nima yaxshi bo'lishi kerak? Arralarni men tushunishimcha 100 dan 20-22% bir kunda dalaga ishga chiqib ishlar ekan. Qolgan 80-78% uyda ish bilan band bo'lar ekan. Kelgan nektarda, kelgan asalni pergani joylash, issiq sovuqda ushlab, yozda kuni qanchalik kun qizib ketadi. Qizib ketgan paytida mana bu teshiklar ham, mana qilingan teshiklar bular kichkinalik qiladi. Havo aylanishiga. Bu bahorga, ikkita bahorga bo'laveradi, lekin yozda kuniga ancha effekti kamlik qiladi mana. Shu sababdan boya teshikni qilganman, katta teshikni izolyatsiyaga matka solinadi. Bu izolyatsiya paytiga to'g'ri keladi. Matkalar pikka chiqqanda, pikka degani eng baland nuqtaga chiqqanda, ichida rasplotlar to'lganda, rasplot bilan to'lganda bir-biriga o'zi hammasi ham to'lavermaydi. Bir-biriga pirkit qilaman. Misol uchun bu tarafda yashilada 5 ramkaga chiqqanmi urug'i, bu tarafda ham 5 ramkaga chiqqan. Bu yerda ikkita ochiqroqlikni olib, bu yoqqa tashlayman. Bu yerdan 3 ta rasplotni olib, bu yoqqa tashlayman-da, bu yerda rasplot bilan to'ldiraman. Bu tarafdagilar hali ro'yga chiqmay turadi. Sababi ochiqroq ko'payib ketadi. Buning ichida hammasi ochiqroq bo'lib qoladi. Bu 10 kundan keyin hammasi rasplotlar yopilgandan keyin, ochiqroqlar yopilgandan keyin, rasplot bo'lgandan keyin 10 kundan keyin bularni izolyatsiya bo'laman. Shundayda bu tarafda 7 ta 10 kun oldin hammasi izolyatsiyaga olinadi matka. Bu tarafda 10 kundan keyin olinadi. Ikkovi ham rasplot bo'ladi. Bundan chiqqan asalarilar, yosh arilar bala boqmaydi bular. Bala boqmagandan keyin uzoq umr ko'radigan, uzoqqa uchadigan, ko'proq asal olib keladigan arilar bo'ladi. Xudo xohlasa. Keyin bu tajribamning natijasini yana ko'rsatmoqchiman. Bu qilingan ishim bugun kechadan oldingi kuni qilingan edi. Bugun 2 sutka bo'ldi. 2 sutka bo'ldi. Mana bu. Ko'rsatib turibman, boya o'chirdim. Hadi bezovta qilmaslik uchun shuni o'chay. Bu ham qo'shilib ketdi, xudo xolasa. Mana xuddi o'sha yashi tepadaydan. Bu tarafdan ko'rinmaydi. Bu tarafdan ko'rsataman. Boya ochib ko'rdim, tekshirdim. Matkalar ikkovi ham yuribdi, urib qo'yibdi. Aradan arilar o'tayapti, o'zi ochish joyida ochib 2 kunda bir-biriga o'tib aloqa qilyapti bemalol. Bemalol aloqa qilib, o'tib qaytib bir-biriga endi yordami tegib, raqobatda ishlashadi. Issiq qilib yopganman bularni. Pinaplex ham 2 qavat. Mana ichida bilsalaring, mana buni ichi mana chuqur. Rekachasi bu, rekani hisobiga ichi chuqur. Ichini bitta to'ldirib 3 mmli sentifon bilan to'ldirib, ustidan yana 5 sentifon urganman. 2 qavat bo'lgan mana shu yerda.
Sintifon 2 qavat bo'lgan. Yaxshi issiq ushlash uchun. Endi mana arini ichini ko'rsataman. Matka yuribdi, ko'rdim. Sizlarga ham ko'rsatishim mumkin. Ikkita ramka o'zi ko'rinsa kerak. Urug'ni uribdi mana shunga ham. Mana matka ko'rinayotgan bo'lsa. Mana. O'zim bir qo'llab olganim uchun sal qiyinchilik bo'lyapti. Ko'rib olaverasizlar mana. Matka yuribdi. Karnika. Urug'ni qo'yibdi orqadagi ramkaga. O'zi 2 sutkaga ancha urug'ni urib qo'yibdi. O'zi yana ertadan keyin o'zi bitta ram qo'shsa ham bo'ladi. Ungacha mana bu rasplot chiqadi. O'z miqdorda. Mana. Mana to'la pichat rasplot bilan o'rganman. Bu pishib chiqsa, ancha yordami tegadi. Bu оборот tez bo'ladi. Ham yerdan o'qiganimga bu matkani ro'yva instinkt o'ldi, ham bu yerda ikkinchi dixaniyasi ochiladi matkani. Ishni yaxshi qiladi keyin. Urug'ni ham yaxshi qo'yadi. Ro'yga ham chiqishdan qaytadi. Mana, o'zi qo'shilgan yirtilib qog'ozi ramkada o'rgandim deb bitta o'zlari teshib tashishgan o'zi mana. Mana, o'zlari yeb teshib qo'shilib bo'lishgan. Musor qilib tashyapti, endi mayli keyinroq bir ochganda tozalab tashlayman. Hozircha birdan olib tashlamayapman, birdan ochilib ketmasin-da. Sekin o'zi endi 2 kun bo'lyapti, 2 sutka bo'ldi. Yana 3-4 kundan keyin ochganimda fonni olib tozalab tashlasam ham bo'ladi. Sababi shunaqa taraf bor ekan, shunaqa yo'l bor ekan demoqchiman shu bu videoni olishimdan maqsad. Bundan avvalasi hammaga birdaniga foydalaninglar demoqchi emasman. Bitta, ikkita yashikda sinab ko'ringlar o'zlaring. Qanchalik foydasi bo'lsa, sezsalaring keyin sinab ko'rasizlar. Bu matkalarni qo'shishda 2 marta sezon boshida 2 marta iloji bo'lyapti-da. Ham kanadan qutulamiz. Mana hozir rasplot chiqib bo'ladi 3-4 kun ichida. Hali mana bu matkani urug'i, mana bu kecha bugun qo'yilgan urug'lari yopmaydi hali. Bu yopmasdan bu tugaydi. Men buni doritlab top-toza qilaman bu yerda. Kanadan xudo xolasa. Nari bitta qolgan eski joyida qolganlar mashina cho'zib turadi 5 kungacha. 5-kuni ular birinchi, ikkinchi cho'zadigan cho'zgan mashinalarni o'zini yopadi. Tumshug'i yopilgandan keyin men bu yerdan ertasi kuni yo indin kuni chiqadigan o'zim ekib tayyorlagan yaxshi matkalardan beraman. Mashinadan beraman, mashinadan. Mashinada ular 100% qabul qiladi o'sha sharoitda. Menga yetib kelgan ma'lumotlar shunday 100%. Men endi 100% deyishimcha noto'g'ri bo'lsa kerak, lekin aytilgan gapni aytyapman. Hali buni hammalaringiz sirazi qilinglar demoqchi emasman. Shunaqa variantlar bor. Keyin mana aytmoqchi bo'lganim, mana bu yerga ko'rsalaring mana reka qo'yiladi. Mana shu yerdan shergacha mana bu yergacha keladi rekan tepasi. Mana bu tunukaga rekacha minadi, to mana bu yoqqacha. Bu tarafiga ham minadi. Bu yerga keyin mana bu lattan olinadi. Mana bu latta bitta matkani bu yerdan olib boshqa joyga yerga tushirib atvodka kichkina atvodkacha qilib ishlatib turaman buni. Ikkinchi matkani izolyatsiyaga solib sherda o'ziga qo'yib qo'yaman. 5 kun, 6 kundan keyin uzoq 7 kun ochib bir marta mashina tozalanadi. Bo'ldi, bilan boshqa mashina cho'zilmaydi. Matka qamoqda o'tiradi. Bular asalga ishlayveradi. Bu aytganimdek, hammasi rasplot bo'lgandan keyin bular uzoq umr ko'radigan baqot arilar bo'ladi. Yana tim bo'li chiqib bo'lgandan keyin, rasplot chiqib bo'lgandan keyin bularni asal olish davrida asalga ta'siri bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Shuning uchun ramka qo'qilib arilar pastga tushgan payti shavileviy kislota bilan 25% yo 30% qilib dorilaymiz, bular top-toza bo'ladi. Hozircha qilayotgan yangiligim shu. Buni har qanday keyin men bilan billama-billa qilinglar demoqchi emasman. O'sha shu davr bo'lgani uchun bitta yo ikkita yashaydi sinab ko'rsalaring arziydigan ish, arziydigan rezultat beradi, xudo xolasa. Tushunmaganlar bo'lsa bemalol telefon qilib kommentariyada yozsalaring
tushuntirishga harakat qilaman qo'ldan kelgancha. Mana bu yil rapslarimiz xudo xolasa yaxshi bo'ldi. Mana keng maydonimiz yaxshi. Lekin mana 600 metrda bir tilashga asalar turibdi. Nariroqda yana 1 kilometr 200 metrda 3 tilashga turibdi. Mana bu yerda ham 1 kilometr 200 chiqsa, bu yerda ham 4 tilashga asalar turibdi. Nima bilan ko'rsatib aytmoqchiman? Odamlarga gapirgan foydasi yo'q. Hamma o'zi bilganini qiladi. Bu taraf lekin yo'q, bu tarafda asalari yo'q. Mana bu tarafda. Sababi bu nariroqdan gaz turba o'tgan, gaz turbadan 1 kilometr o'tib qo'yiladi. U atrofga qo'yib bo'lmaydi. Mangacha ham bu yoqqa qo'yib bo'layotgan joy yo'q. Shuning uchun meni poliyam asosiysi arim bu tarafga ko'proq tushadi degan maqsadda turibman mana. Birinchi men kelganman, orqamdan bular keldi, keyin narigilar keldi, o'rtaga mana u kelib qo'ydi mana. 600 metrda turibdi. Mayli, o'ziga insof bermasa foydasi yo'q. Buni ko'rsatib aytganim sababi kimda qanaqa kasallik bor, chirish bormi, irish bormi, kana bormi, hammamizniki bir-birimizga kirib kelyapti. Shuni oldini olish uchun matkalar izolasiyada bo'lsa, boyadek sharoit imkoniyat bir marta berilyapti. Mana erta bahorda bir marta berilyapti. Matkalarni ochib bergan paytimiz. Kanadan qutulib olish uchun bir marta imkoniyat bo'ladi o'sha paytda 3-4 kun ichida. Mana bu yerda yana bir 3 kun vaqtimiz bo'ladi. Rasplot tugatib, hamma arini ustiga kanani chiqargan payti dorilar qilishga, o'ldirishga yana bitta imkoniyatimiz bo'ladi. Shu bilan keyin arilarni biz rasplotni period deydi. Rasplot yo'q paytini hozircha to'xtata olmaymiz. Shu bilan keyin rivojlanib mayda oxiri iyunda 5 10lariga borganda xudo xolasa endi bu yerga asalga deb izolyatsiya qilamiz. O'shandan keyin u paytini toqqa chiqqan paytimiz bilan xudo xolasa yana videolarimni ko'rsataman, toqqa chiqqan paytlarimni. Qisqasi aytmoqchi bo'lganim, mana bunday qilib eski matka bilan bu yoqqa olib kelib bitta rasplot, bitta asalli ramka qo'ysangiz, asalli ramkani arilar ochib, tozalab, matka uruqqa qo'yib, buni rasplot bo'lib yopaman degancha yoniga qo'ygan bitta pishgan rasplotingiz chiqib bo'ladi hammasi. Siz bemalol o'shanda vaqt bo'ladi, 3 kun, 4 kun, 5 kun ham vaqt bo'ladi. Bemalol vaqtini topib dorilashingiz mumkin. Mana shunaqa sharoit. Hammaga omad. Keyingi videolarimda yana yangiliklar bo'lsa aytaman. Xudo xolasa bor hali. Bu hozirgi bitta qilgan natijam, buni hozir qilganim sababi bitta bu yerga ikkita o'yla, bu yerga ikkita o'ylarni olib keldim, olib o'tdim. Mana shu yashikdan olib o'tdim. O'zib ham qo'yibman. Mana 10-chislar kuni, bugun 12-chislar. 10-chislar kuni bu yerdan olib, bu yoqqa soldim. Bu yoqqa mana 10-yozib qo'yibman. Hamma eski arilar lotniy deyishadi, eski arilar qaytib ketdi. Bu yerdan bu yoqqa qaytib ketdi. Bu endi 3-4 kunda rasplotlar chiqib o'ziga kelsa, keyin xudo xolasa gazini bosib ishlaydi. Mana shunaqa gap. Bunga endi boyada 5 kundan keyin mashinani beraman. Hozir bermayman. Bugun 2-kun. 5 kundan keyin mashinani qo'yaman. Qachon o'zini mashinaga uchi yopsa, yopgandan keyin men yopgan mashinamni olib kelib qo'yaman. Meniki ertasi kuni yo indin kuni chiqadi. Birinchi bo'lib chiqqan vaqtini o'zim bilaman. O'shanda bir tekshirib ko'raman, uchidan chiqqan bo'lsa, chaynab tashlamagan bo'lsa, avvalasi 100% degani, xo'p, mayli 90% bo'lganda ham 10 tadan bittasi qabul qilmasligi mumkin. Qolgani hammasi qabul qiladi. Qolgan eski o'zlari cho'zgan yangi mashinalarni buzib tozalab qo'yaman. Meni mashinam bergan mashinamni, matkamni qabul qilishadi bular. Xudo xohlasa. Shu gap, hammaga omad, sog' bo'linglar.